Labo elektromobil. Bunga 3,5 ta quydik. Bu yangi edi, postoy balonga 3,5 ta quydik. Shu sof gazdan quyapmiz. Buni ham rasotdan sanaymiz. O'ldirib havo chiqaradigan joyi ham ochiq qolgan ekan, bekitib qo'ydik. Pisillatib kelaveribmiz buni. Nastroykalarni sozlab olish juda qiyin bo'ldi. Почти 8 kilometr atrofida bateriya bo'lib ketdi. Nol qilyapmiz. Nol. 3,5 litr propan quyilgandi. Nastroykasiga ketdi, kamiga kran ochiq qoldi. 3 litr hisoblayveramiz, ko'ramiz. Kurugidan o'tdik, Qimgarovda kurugidan. Laboni hali ham shu mensishmayapti. Orqadan harakat qilishadi, yo'l bersa o'tishmaydi. Qoyil. 9 kilometr bo'ldi. 25 bo'ldi. Biz o'sha dasha kelingan. Hamma yoq mana bor, shamol bo'lyapti, mashinadan tushmadik. 25 qaytamiz. 37, 36 yu 9 başta 37 kilometrda 3,5 litr propan quydik. Arada kran bekilmagan ekan, chiqib ketib qoldi. 200 gram, 300 gram legirovkaga ishlatgan bo'laylik. Ancha legirovka qildik. Bu rosa anchalik qildi. Birinchi legirovkasi edi. Kuzatib turasizlar. Akalar mana ko'rdilaring, 3,5 litr propan quygandik, 0 qilib yurdik. 200 gram, 300 gram kran bekilmay chiqib ketib qoldi. 200 gramni legirovkaga chiqarib yuborilsa, почти 3 litr propanga 38 kilometr, 37 kilometr yurgan hisob bo'ladi. Bu degani 7,5 litr, 8 litrga tushgan bo'layapti. Propan legirovka bo'yicha biratga chiqasizlar, programma bo'yicha motor xizmat, injektor motor qilish, chentra kobel, xullas motor xizmat bo'yicha o'z motor kamliga chiqasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, O'g'onboqda. Telefon qilib bemalol kelaverasiz. Telefonni ko'tarolmasangiz Telegram kanalidan yozasizlar. Tanishlar bo'lsa, tub otib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.